Hammaga salom o'rtoqlar. Bugun aqlingizdagi kishini ko'rib olamiz. Aqlingizdagi kishi nimaga jim? Nimaga jim? Nima uchun sizga telefon qilmayapti yoki nimaga sizga qaytmayapti, yoningizga qaytmayapti deb ko'ramiz. Nimaga qaytmayapti? Nimaga sizga telefon qilmayapti? Nimaga jim bo'lib qoldi? Aqlinglardagi kishi o'rtoqlar. Aqlinglardagi kishi nimaga jim? Nimaga sizlarga telefon qilmayapti? Like bergan o'rtoqlarimizga, obunachilarimizga niyat qilib ochiladi. Like berishni, obuna bo'lishni unutmanglar o'rtoqlar. Yaxshi tarafini oldim, qabul etdim deb kommentariyaga yozarsizlar. Yaxshi tarafi sizlarga boradi, yomon tarafini dengizga, suvga oqizaveringlar o'rtoqlar. Aqlingizdagi kishi nimaga jim? Nimaga sizga telefon qilmayapti? Aqlingizdagi kishi nimaga jim? Nimaga sizga telefon qilmayapti? Aqlingizdagi kishi nimaga jim? Manimcha uchinchi kishilar bo'lishi mumkin oranglarda. Uchinchi kishilar qanaqadir siz rashk qilyapsizmi yoki uchinchi kishilar rashk qilyaptimi? Chunki kartani tagida nima? Qizg'anch, qizg'anish, rashk qilish yoki sizlar o'zinglar ham aqlinglardagi kishini qanaqadir rashk qilayotgan bo'lishingiz mumkin, qizg'anayotgan bo'lishingiz mumkin. Balki o'shaning uchun ham kelmayotgan bo'lishi mumkin. Endi aqlingizdagi kishini juda ham qattiq rashk qilavergansizlar. Vaqt soatida. Like bergan o'rtoqlarimizga, obunachilarimizga niyat qilib ochilyapti. O'rtoqlar like berish, obuna bo'lishi. Yaxshi tarafini oldim, qabul etdim deb kommentariyadan yozishni esinglardan chiqarmanglar.
Aqlingizdagi kishi nimaga jim, nimaga jim? Ko'ramiz, o'tmishda nimalar yashadingiz, o'tmishingizda nimalar yashadingiz aqlingizdagi kishi bilan. Aqlingizdagi kishi aslida bir-biringlarga judayam sadoqatli, judayam bir-biringlarga sevgilar kuchli bo'lgan bo'lishi mumkin boshida. Endi o'tmishingizda. Lekin qanaqadir dishillar, ayollar qanaqadir g'amga cho'kib qolgandek. Xuddi judayam ko'p o'ylanib qolgandek, nimadirlarni o'ylab, judayam g'am ichiga kirib qolgan ba'zi dishillarni ko'rsatyapti bu yerda g'am. Faqatgina g'am, tashvish, qanaqadir bir tashvishlar, bir g'am faqatgina xayolingizda yoki xayol ko'p surgan bo'lishingiz ham mumkin. Masalan, xayollarning ichiga kirib ketgan bo'lishingiz ham mumkin. Ko'p o'ylashdan, ko'p nima qilishdan, tuyg'ularning ichiga kirgan bo'lishingiz mumkin. Aqlingizdagi kishiga yoki dishillar, ko'proq dishillar, ayollar aqlidagi insonini judayam qattiq sevgan, judayam qattiq oshiq bo'lgan, sadoqatli bo'lgan, o'zini eriliga, dishillar, ayollar o'zini yigitiga yoki eriga, farqi yo'q, erizmi, libovnikizmi, endi sevgan insoningiz bo'lishi ham mumkin. Aqlingizdagi kishi farqi yo'q. Siz uni judayam qattiq sevgan paytingiz, unga sadoqatli bo'lgan paytingiz, uni judayam ko'p o'ylagan paytingiz, bu aqlingizdagi kishi sizlarga qanaqadir balki nima deydi, ba'zi bir insonlar, masalan, ba'zi bir insonlar nima deydi, yosh bolaga o'xshagan xarakteri bo'ladi erkak kishida. Ba'zi erkaklarda bir yosh bolaga o'xshagan xarakteri bo'lgan, yangi boshlang'ichlar, faqatgina noldan boshlayvergan, ahmoqlik qilib. Endi sizga o'zini sadoqatli qilib ko'rsatgan bo'lishi mumkin boshiga. Judayam sadoqatli qilib ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Keyin dishillarni tark etgan bo'lishi mumkin. Masalan, dishillar bilan judayam bir-biriga sadoqatli, nima deydi, tuyg'ulari, sevgisi bo'lgan. Lekin eril, erkak kishi, aqlingizdagi inson sizni sadoqatligingizni oyoq osti qilgan desak ham bo'ladi. Dishillarni vafodorligi, sadoqatligi, o'zini eriliga sevgisi, tuyg'usi aslida sadoqat bilan, chin yurakdan bo'lganligini aytyapti. Lekin erillarda, erkaklarda unaqa sadoqat bo'lmagan aslida. Erillarda faqatgina o'zini o'ylash, cho'qqilarga chiqish, tepalarga chiqish, yangitdan, hammasini noldan, o'zini hayotini, o'zini ko'proq o'ylash, o'zini hayotini noldan boshlashi yaxshi ko'radigan, o'zini yaxshi ko'radigan bir ahmoq erkak bo'lgan bo'lishi ham mumkin yoki ahmoq bola bo'lgan bo'lishi mumkin aqlingizdagi kishi. Sizlarga judayam ko'p azob bergan, moralniy ezgan. Ochiqchasini aytaman, moralniy sizlarni sadoqatli sevgingizdan foydalangan aqlingizdagi kishi bo'lgan. Ba'zi dishillar bilmagan bo'lishi ham mumkin. Boshida sadoqatli qilib ko'rsatgan bo'lishi mumkin eril, erkak. Keyinchalik buni hunarlari chiqishni boshlayvergan erillar. O'yinlari, hunarlari, o'yinlari, qanaqadir o'yinlari chiqishni boshlagan, o'zicha yangi hayot boshlagisi kelib qolgan, o'zicha boshqa insonlarni
nima deydi, masalan bitta insonga qoniqmayapti, yana boshqasi bilan yangitdan tanishuvlar, uchrashuvlar, ko'rishuvlar bo'lgan. O'zini dishiliga, lekin ayoliga sadoqatsizlik qilgan aslida eril bor, erkak. O'tmishingizda judayam qiynalgansiz, judayam azob chekkansiz. Sizni sadoqatingizdan, sizni sevgingizdan foydalangan aqlingizdagi kishi bo'lgan. Lekin sizlarni sevgilarni, o'sha sadoqatli sevgilarni oyoq osti qilgan, ochiqchasini aytsam. Oyoq osti qilgan erkakga chiqaryapti eringlar. Yoki boladir, yoki yoshi kattaroqdir, farqi yo'q. Aqlingizdagi kishi mana shu kunlarda siz haqingizda o'ylayaptimi? Masalan, mana shu kunlar ichida masalan eslayaptimi, o'ylayaptimi? Qanaqa planlari bor sizda? Masalan, siz bilan ko'rishish planlari bormi, yo'qmi, ko'ramiz. Aslida mana shu kunlarda, mana shu kunlar ichida siz bilan ko'rishish, uchrashish, qadahlarni ko'tarish farqi yo'q. Balki o'tirib bir suhbatlashish yoki hammasini noldan boshlash. Planlashtirgan aqlinglardagi kishi ko'rishamiz, uchrashamiz deb planlashtirgan bo'lishi ham mumkin, lekin ba'zi birlari ko'rishganligini ham aytyapti, uchrashganligini ham ko'rsatyapti. Ba'zi birlari uchrashib уже balki buni YouTube'ga men joylashtirmasimdan oldin uchrashib kelgan bo'lishingiz ham mumkin. Masalan, siz ko'rmasdan oldin balki ko'rishib keldingiz yoki uchrashib keldingiz. Uchrashuvlar bo'ldi deyotganlar ham bo'lishi mumkin. Chunki uchrashuvlar planlashtirilgan, keyin uchrashaman deb qanaqadir tayyorgarlik ko'rilgan aslida. Ba'zi bir o'rtoqlarimiz uchrashganligini ham ko'rsatyapti, ko'rishganligini ham ko'rsatyapti. Aqlinglardagi kishi balki hali ko'rishmadik, hali uchrashmadik desanglar, aqlingizdagi kishi endi planlashtirayotgan bo'lishi ham mumkin. Endi ko'rishaman deb chiqayotgan bo'lishi mumkin yo'lga. Qaranglar. Endi ko'rishaman, endi uchrashaman. Chunki xayrli bir qismatlarni qo'lga kiritganligini bu yerda ko'rsatyapti. Qanaqadir pullarni qo'lga kiritgan yoki lotereyadanmi pul yutib olganmi, endi kim biladi. Qanaqadir qo'llariga masalan krupniy pul tushgan. Xayrli qismat deyapti. Uchrashish, ko'rishish niyatida turibdi aqlinglardagi kishi. Qadahlarni ko'tarmoqchi bo'lyapti yoki bir kofe ichgisi, siz bilan bir kofe ichishga taklif qilishi ham mumkin. Masalan, bironta joyga siz bilan bir kofe ichamiz yoki choy ichamiz yoki endi ko'rishish niyatida turganligini. Dishil ham, masalan, dishil. Agar eril ma'ni eshitayotgan bo'lsa, balki erillar o'zi ham planlashtirayotgan bo'lishi mumkin. Aqlidagi insoni bilan ko'rishishi, uchrashishi, qo'liga ko'proq erillarni qo'lida krupniy pul turganligini ko'rsatyapti. Erkak kishilar. Balki erillar, erkaklar bir pul topgan bo'lishi mumkin. Qanaqadir biznesinglardan krupniy pul tushgan bo'lishi mumkin. Erillarni, erkaklarni planlashtirgan bo'lishinglar ham mumkin. Aqlimdagi inson bilan ko'rishaman, uchrashaman yoki bir restoranga taklif qilaman yoki kafegami, ovqatlanishgami taklif qilaman deb o'tirgan bo'lishinglar ham mumkin. Dishillar bo'lsa, dishillar ham aslida juda ham xohlayapti o'zini erili bilan, sevgan insoni bilan ko'rishishni, hammasini boshqatdan boshlashini.
niyatida turibdi. Planlashtirgan balki ko'risharsizlar. Agar anchadan beri ko'rishmayotgan bo'lsanglar, aqlinglardagi kishi bilan mana shu kunlar ichida, balki 2 kundan keyin, balki 2 haftadan keyin cho'zilishi ham mumkin, farqi yo'q bu yerda. Chunki aniq bu yerda raqam chiqmadi o'rtoqlar. Yo 2 haftadan keyin yoki 2 kundan keyin. Ba'zi birlari 1 haftadan keyin ham ko'rishishlar bo'ladi, uchrashuvlar bo'ladi. Chunki sizlarga tuyg'usi, sevgisi chiqyapti aqlingizdagi kishini. Aqlingizdagi kishini kelajakdagi planlarini ko'ramiz. Kelajagidagi planlari, nimani planlashtirdi, nimani rejalashtiryapti. Ikkalinglar haqqinglarda. Hozir nimani tanlasam ekan deb bosh qotib qolgan aqlingizdagi kishi nimani, qaysi birini, yoki hayotida yana bir inson bo'lishi ham mumkin, yoki ish bo'lishi mumkin, yoki ishinimi, qaysi birini tanlay deb hozir boshi qotgan. Buni tanlaymi, uni tanlaymi deb boshi qotgan o'rtoqlar. Aslida sizga tuyg'usi, sevgisi judayam baland, sizni judayam yaxshi ko'radi, sevadi. Sizga tuyg'usi bor. Sizga oshiqligini bu yerda ko'rsatyapti. Lekin sizlarni qanaqadir xafa ko'ryapti. Yoki o'zi nimadandir xafa ham bo'layotgan bo'lishi mumkin, yoki sizlarni, dishinglarni, masalan, dishinglarni qanaqadir judayam xafa, judayam qanaqadir xafadek ko'ziga ko'rinayotgan bo'lishinglar mumkin, dishinglar. Aslida plani sizlar bilan kelajakda masalan kimlardir farzand ko'rish niyatida turibdi. Masalan, mani kelajagimda sevgan insonim bilan farzand, sevgan insonim menga bir farzand dunyoga keltirib bersin degan planida ham turibdi. Kelajakda shunaqa planlashtiryaptiki, farzandlar dunyoga keltirib berishinglarni xohlayapti aqlinglardagi kishi. Lekin sizlar qanaqadir xafa, dishinglar xafa bo'lib turibdi, eringlar boshi qotib qolgan, nima qilishini bilolmayapti. Qaysi birini, nimani tanlay, ish tanlaymi yoki oila qurishni tanlaymi? Yoki hayotida yana bir inson bo'lsa, uni tanlaymi deb ham boshi qotib qolgan o'rtoqlar. Xayolida sizlardan farzand ko'rish, farzandim bo'lsin deyapti. Farqi yo'q, dishinglar ham, eringlar ham farzand ko'rgisi kelyapti. Aqlidagi insonidan bir farzand dunyoga kelishini xohlashyapti. Dishinglar ham, eringlar ham. Chunki ko'rasizlar. Oila bo'lgisi kelyapti, oila bo'lgisi kelyapti. Chunki tuyg'usi ortib ketyapti, sevgisi judayam nima deydi, ortishi kuchliligini ko'rsatyapti bu yerda. Tuyg'ularga kirib ketgan yoki xayollarga kirib ketgan yoki постоянно sizni judayam ko'p o'ylayapti aqlingizdagi kishi. No siz ham aqlingizdagi kishini, dishinglar ham, eringlar ham farqi yo'q, siz eringmisiz, dishingmisiz, lekin aqlingizdagi kishini siz ham judayam ko'p o'ylayapsizlar, judayam qattiq sog'ingansizlar. Kelajakdagi plani sizlardan farzand ko'rmoqchi. Yoki kelajaginglarda bir farzandinglar bo'lishi ham mumkin, chunki bo'lishini ham nimasini beryapti bu yerda. Agar oila qursanglar, farzand ko'rasizlar. Tuyg'usi bor, sevgisi bor aqlingizdagi kishini. Aqlingizdagi kishi nimaga sizga telefon qilmayapti? Shuncha tuyg'usi bo'lsa, sevgisi bo'lsa.
Nimaga telefon qilmayapti sizga deb ko'ramiz. Ba'zi birlarga aqlidagi insonni telefon qilmasdan ham kelishi mumkin, sirasi ko'rasam. Planida no hozircha telefon qilmayotgan sababi ko'rasam hozir aqli joyida emas. Nima qilayotganini o'zi bilmaydi, nima qilayotganini bilolmayapti. Chunki boshida judayam qattiq kuchli og'riqlari bor, o'rtoqlar. Boshida judayam kuchli qattiq og'riqlari bor. Balki kasal bo'lishi ham mumkin yoki bir depressionga tushgan bo'lishi mumkin yoki bir qanaqadir og'ir kasal bo'lgan bo'lishi ham mumkin yoki charchagan bo'lishi mumkin. Qanaqadir ishlab уже charchadim deyapti, kuchim qolmadi deyapti. Boshida bir travma olgan bo'lishi ham mumkin. Boshidan travma olgan bo'lishi mumkin. Lekin sizlarni do'stidek, o'rtog'idek ko'rayotganligini aytyapti. Sizlar bilan judayam xursandligini aytyapti. Sizlar bilan judayam xursand. Sizlarni dishinglar aslida xursand. Eringlar bir-birini ko'rgan paytda judayam xursand bo'lishini kartlarimiz ko'rsatyapti. Qanaqadir havolarga uchib, sharlarni xuddi 7-osmonga chiqib bir-biringlarni ko'rgan paytinglar xuddi o'zinglarni uchib ketayotgandek his qilishinglarni bu yerda ko'rsatyapti. Menimcha aqlinglardagi kishi telefon qilmasdan kelish planida bo'lishi ham mumkin. Faqat telefon qilmasdan surpriz, podarka qilib kelishi mumkin. Bildirmasdan. Ba'zi birlarga telefon qilmam o'tirmaydi, sirazi kirib kelishi mumkin. Balki uyingizni bilishi mumkin. Qayerda yashashingizni bilsa, o'zi kirib kelaveradi aqlinglardagi kishi. Qachon bo'lsa ham, endi balki 6 kundan keyin, balki 6 haftadan keyin. Endi kim biladi, agar uzoq joyga ketgan bo'lsa, 6 oydan keyin bo'lishi ham mumkin. Ko'rishishlar, uchrashuvlar. Lekin sizni ko'rgan payti judayam xursand bo'lishini ko'rsatyapti. Judayam xursand bo'ladi sizni ko'rgan payti. Qanaqadir do'stini, o'rtog'ini ko'rgandek bo'lar ekan. O'rtoqlar. Lekin sizlarni dushmandek ko'rmayapti. Masalan, mani aqlimdagi inson mani dushmandek ko'radimi desanglar, sizlarni do'stdek, o'rtog'idek ko'rayotganligini ko'rsatadi. Hozircha telefon qilmayotgan sababi boshida og'riq bor, travmasi bor. Aqli joyida emas hozir. O'ziga kelganidan keyin kirib kelishi mumkin telefon qilmasdan. Yana ham ko'ramiz. Aqlingizdagi kishi nimaga jim ekan o'zi, yana ham ko'raylik. Lekin xayolimda san borsan deyapti. Qanaqadir orqasidan qilichlar urilganligini aytyapti. Orqamdan qilichlar urildi deyapti. Bir dushmanliklar bo'ldi deyapti. Aqlinglardagi kishini orqasidan qilichlar urilgan, dushmanliklar bo'lgan. Balki hozir aqlingizdagi kishi qanaqadir kasal bo'lishi ham mumkin. Masalan, telefon jim endi telefon nimaga qilmayapti deganimizda bu yerda bosh og'rigan holatini ko'rsatdi. Bosh og'rigan holatini ko'rsatyapti. Jim bo'lgan sababi qanaqadir dushmanliklar bo'lganligi,
orqasidan qilichlar urilganligi. Ba'zi birlarni aqlidagi insoni judayam uzoqlashgan bo'lishi mumkin yoki bir qamoq jazosini olayotgan bo'lishi ham mumkin. Endi nimaga jim deyapmiz-ku? Bir qanaqadir qamoq jazosi olayotgan bo'lishi ham mumkin. Ba'zi birlarni aqlidagi insoni qamalib qolgan bo'lishi mumkin yoki oiladagilari ruxsat bermayotgan bo'lishi mumkin. Ba'zi birlarini ba'zi bir dishillarni qanaqadir oilasi ham borligini ko'rsatyapti. Yoki oilasi tarafidan bir dushmanliklar ko'rganligini ham yoki oilasi qanaqadir bir dishillarni ham bir oilasi bo'lib chiqyapti. Balki sizlarni o'zinglarni ham shunaqa oilali insonlar ham eshitayotgan bo'lishi mumkin deyapman. Yo'q biza oilali emasmiz desanglar hayotingizda bir problema yashayapsizmi qanaqadir yoki aqlingizdagi kishi eril sizga masalan ba'zi dishillar o'zi ham jim. Faqatgina eril emas, dishillar ham jim turibdi bu yerda. Dishil ham jim turganligini ko'rsatyapti. Lekin kutyapti. Ba'zi dishillar orqasidan qilichlar urilgan bo'lsa ham yoki aqlingizdagi kishi sizga vaqt soatida dushmanliklar qilgan bo'lishi mumkin. Sizga xiyonat qilgan bo'lishi mumkin. Orqangizdan qilichlarni urgan bo'lishi mumkin. Lekin siz aytyapsiz, menga shuncha dushmanlik qilsang ham yoki menga dushmanlik qilganliging uchun men shunaqa jim bo'lib o'tiribman deyotgan bo'lishingiz mumkin. Dishillar ham. Chunki hozir qanaqadir erilni ham dishilni ham bu yoqqa alohida chiqarib qo'ydi kartlarimiz o'zi. Ba'zi dishillar tuyg'usi hali tugagani yo'q, tuyg'usi bor. Kutayotganligini aytyapti. Sen menga shuncha dushmanliklar qilding, faqatgina seni kutyapman. Xayolimda sen borsan aslida. Dushmanlik qilsang ham deyapti ba'zi dishillar. Kimnidir aqlidagi insoni dishil bo'lishi mumkin. Masalan, dishillarga ham eshitayotgan erkaklar ham bor-ku aslida. Yoki niyat qilgan bo'lsanglar hozir dishilni ko'proq chiqardi jimligini. Dishillar ham jim, eril ham jim. Chunki dishilli ham, erilli ham qanaqadir hayotida bir og'ir yoki travmalar yoki bir kasalliklar ham bo'lishi mumkin. Balki kasal bo'lgan bo'lishi mumkin dishillar. Travmadan. Lekin xayolimdasan deyapti. Jim bo'lsam ham xayolimdasan deyapti. Har doim seni o'ylayman, xayol suraman. Haliyam tuyg'ularim bor. Sen menga dushmanlik qilib orqamdan qilichlar urgan bo'lsang ham, menga dushmanlik qilgan bo'lsang ham deyapti. Dishillar ko'proq. Jim bo'lsam ham deyapti, lekin sen meni xayolimda turibsan deyapti. Erilam, dishilam bir-birini xayol qurishyapti ko'proq. Xayol surishyapti. Jim bo'lsa ham. Hozir dishilda ham, erilda ham qanaqadir travma bor, travmalar. Yaralar bor, yaralar. Juda ham qattiq og'riq yaralar. Vaqt soatida bir-biriga qattiq so'zlar gapirgan bo'lishi mumkin yoki haqorat qilgan bo'lishi mumkin. Bir-biriga travma yashatgan bo'lishi mumkin. O'shaning uchun ham jimligini ko'rsatyapti kartlar. Yana ham ko'ramiz. Aqlingizdagi kishini maqsadi nima? Maqsadi, niyati nima aslida? Aqlingizdagi kishini maqsadi o'zini
Maqsadi tuyg'ularni sizga kelib ochish, maqsadi ichidagi sevgisini, tuyg'usini sizga kelib ko'rsatish maqsadi aslida. Maqsadida bir yomon narsa yo'q o'rtoqlar. Qanaqadir "San mani qismatimsan" deyapti. San mani maqsadi sizlar bilan oila qurish, sizlar bilan ko'rishish, uchrashish. Aqlingizdagi kishi uchun siz oltin baliq bo'lishingiz mumkin, tilla baliq bo'lishingiz mumkin. Maqsadi lekin mundoq qilib qarasak, pul ham chiqdi bu yerda, chunki pulni ham e'tiborga olishimiz kerak. Balki dishillar, balki erillar, farqi yo'q. Erilmi, dishilmi, qanaqadir qo'lida krupniy pullari borligini aytyapti, kartlar aytyapti. Yoki qo'lingizda bir baraka bo'lishi ham mumkin. Masalan, barakangiz bo'lishi mumkin. Yoki bir o'zingizni ofisingiz bo'lishi mumkin, yoki ish joyingiz bo'lishi mumkin, yoki bir katta bir firma bo'lishi mumkin. O'zingizni bir shaxsiy firmangiz bo'lishi mumkin, yoki kim biladi endi qanaqadir katta joyda ishlashingiz mumkin, davlat ishida ishlashingiz mumkin, yoki farqi yo'q, biznesmen, katta biznesmen bo'lishinglar mumkin. Maqsadi lekin maqsadida bir qanaqadir chopqinlik, bir siz bilan ko'rishish, siz bilan bir qadahlarni ko'tarish, siz bilan uchrashish, ko'rishish, aylanish maqsadida turibdi. Nima desa bo'ladi? Ko'proq pul. Lekin mani ichimdan kelayotgan narsa bilasizlarmi o'rtoqlar, nima maqsadi? Maqsadi sizlardan bir krupniy pul olish ham bo'lishi mumkin. Chunki chopqin odamni ham ko'rsatyapti. Yoki chopqin bir qiz bo'lishi mumkin, aqlingizdagi kishi. Yoki chopqin bir erkak bo'lishi mumkin. Bular nima deydi? Chopqin degani tuyg'usi borlikka bor, tuyg'u, sevgi borlikka boru. Lekin bir chopqinlik qilib sizlarni aldashi ham mumkin. Pul uchun. Maqsadi bir pul olish. Qanaqadir bir pul olish maqsadi ham bor aslida maqsad. Masalan, sizga keladi, bir podarka olib keladi. Podarkani berganidan keyin u podarkani krupniy qilib pulini chiqarib olish maqsad. Masalan, sizga arzon podarka olib keladi-yu, misol. Sizga juda ham arzon podarka olib kelishi mumkin. Nima desa bo'ladi endi? Oddiy mana shu toshbaqani ham olsaydi misolda. Mana shu toshbaqamizni olib kelsa sizga podarka qilib, bu juda ham arzon o'zi. Misolda, endi arzon narsa bo'lsa, buni bugun sizga podarka qiladi, ertaga buni pulini krupniy chiqaradi. Krupniy qilib chiqaradi. Ko'rasizlarmi? Bir yoki bir gul olib kelishi mumkin, yoki bir vaza olib kelishi mumkin, yoki bir baliqcha ham olib kelishi mumkin sizga. Kichkinagina arzongina baliqmi yoki bir nimada akvarinchada kichkinagina akvarinchalar ham bor-ku, o'shanaqalarda baliq olib kelishi ham mumkin. Bu podarka san uchun deb bundoq podarkani beradi-da, aqlingizdagi kishi. Keyin ertangi kuni keladi, aytadiki, endi bu bilan yaxshi munosabatda yana bo'lib olasizlar-ku. Masalan, vaqti soatida sizni qiynagan, azob bergan. Siz bunga juda ham vafodor bo'lgansiz, juda ham sodiq inson bo'lgansiz, sadoqatli ayol bo'lgansiz. Lekin bu bo'lsa sizga bildirmasdan chopqinlik qilib boshqalar bilan ham ko'rishib yurgan bo'lgan. Lekin siz bu yerda kutib, uni постоянно kutib, o'ylab, eslab o'tirardingiz.
Keyin oradan yana yo'q bo'lib ketdi bu. Oradan yo'q bo'lib ketdi. Hozir yo'q odam gapiramiz o'rtoqlar, yana noto'g'ri tushunmanglar. Bu chopqinlik qilib, boshqasi bilan ko'rishib, boshqasi bilan uchrashib ketdi. Bu yana kelmoqchi bo'lyapti. Yana siz bilan uchrashmoqchi bo'lyapti. Yana siz bilan ko'rishib, yana sizga bir podarkalar olib kelib, bu podarkani pulini krupniy chiqaraman deb, maqsadi katta pul olish sizdan. Maqsadi shu. Sizga arzonga, masalan 50 ming so'mga toshbaqa olib kelsa, ertangi kuni uje siz bu bilan yana yarashasiz. Yarashganingizdan keyin u toshbaqani aytadiki, pul berib tur, men ertaga senga beraman deydi, sizdan pulni oladi. Masalan 50 mingga toshbaqa olib kelgansiz, siz judayam xursand bo'lib ketasiz toshbaqani ko'rib, voy, menga 50 mingga, endi 50 mingligini ham bilmasligingiz mumkin. Toshbaqa вообще так 50 ming bo'lmasligi ham mumkin. Balki 30 mingdir, 20 mingdir, to'g'rimi? Siz bo'lsa xursandsiz toshbaqa olib kelganiga. Lekin ertangi kuni kelib, sizdan bir katta krupniy pulni olib, shuncha pul berib tur, ertaga olib kelib beraman senga deb, katta pulni olish maqsadida keladi. Yoki mana shunaqa maqsadida turibdi, niyatida turibdi. Ehtiyot bo'linglar demoqchiman. Endi bu gapingiz bilan nima demoqchisiz desanglar, ba'zi birlarni, chunki chopqin ham chiqyapti, bu yerda chopqinlik qilmoqchi. Chopqin insonni chiqaryapti. Aldoqchi insonni chiqaryapti. O'shaning uchun aytyapman. Bo'lmasam agar chopqin bir aldoqchi inson bo'lmaganida edi, kartani tagida, men aytardimki, buni maqsadi siz bilan oila qurish. Maqsadi siz bilan baxtli yashash deb aytardim. Lekin chopqin odam hech qachon oila qurishni xohlamaydi. Chopqin inson oila qurishni xohlamaydi. Chunki uni hayotida yana boshqa ayollar bo'lishini ko'rsatyapti. Aqlingizdagi kishi erkak kishi bo'lsa yoki ayol kishi bo'lsa, farqi yo'q. Balki ayol kishidir, balki erkak kishidir. Bu chopqinlik qilib yana boshqasi bilan ko'rishadi yoki uchrashadi. Sizdan krupniy pulni olgunicha. Maqsadi. Aslida lekin bir farzand ko'rish niyatida ham turibdi. Bundoq qilib qarasanglar, ba'zi birlarniki farzand ko'rish niyatida ham turibdi. Xayol ham qilyapti, o'ylayapti ham, bundoq o'ylab, bundoq qarasa agar men bu kartlar chiqqaniga qarab gapirsam. O'rtoqlar, ozgina charchagan edim. Gaplarim ham nima bo'lib ketdi o'rtoqlar. Ovozlarimda charchash holatlar bo'lsa, noto'g'ri tushunmanglar o'rtoqlar. Judayam qanaqadir aqlingizdagi kishini ko'zida siz qanaqasiz, qanaqa insonsiz? Aqlingizdagi kishini ko'zida siz qanaqa insonsiz? Dishillar. Bu safar dishillar. Aqlingizdagi kishini ko'zida siz judayam ishlaydigan, pul topadigan, mehnatingizni qiladigan, bo'sh o'tirmaydigan insonsiz. Bo'sh o'tirmaysiz, har doim ishlaysiz, har doim pulingizni topasiz, mehnatingizni qilasiz. Charchash nimaligini bilmaysiz. Pul topish bilan qanaqadir ba'zi bir dishillar ritual ham qilayotgan bo'lishi mumkin yoki ritual olayotgan bo'lishi mumkin mendan. Charchasa ham bir qanaqadir o'ziga shifo ochib yana ishini davom ettirayotgan dishillarni ham ko'rsatyapti. Charchasa ham nima qiladi?
bir qanaqadir ritual qilasizmi yoki bir sham yoqasizmi uyingizda, o'zingizni bir shifolantirib, yana ishlashni davom etayotgan, pulingizni topayotgan, mehnat o'zini ko'proq mehnatga bergan, o'zini pulini topadigan judayam kuchli ayoldek ko'ryapti sizni aqlingizdagi kishi. Uni ko'zida judayam kuchli ayolsiz, judayam o'zingizni ishingizni ustasi degan bo'ladi. Masalan, o'zingizni ishingizni sohibisiz. Nima deydi? Ustasi ham desak bo'ladi. Masalan, o'zini har bitta insonni bir professional ishlar yuritayotganligingizni ham aytyapti. Bir professional ishlar yurityapsiz, lekin mehnatingizni ham qilyapsiz, pulingizni topasiz uni ko'zida. Chunki aqlingizdagi kishi sizni pul topayotganligingizni aslida biladi, ko'rasizlarmi? Aslida biladi aqlingizdagi kishi. Hozir aqlingizdagi kishi mana bu o'zi shu ahvolda turibdi. Aqlingizdagi kishi mana bunaqa ahvolga tushib qolgan. Qanaqadir qora plashk kiygan, aza tutyapti, uchta narsasini yo'qotgan erkaklar. Ko'proq erkaklar qanaqadir aza tutgan, uchta narsasini yo'qotgan, qora plashni kiygan. Judayam xafa. Nimadirlarni judayam yo'qotgan vaqti soatida sizni xo'rlagan bo'lishi mumkin. Sizni vaqti soatida sizni sadoqatingizni qarang, sadoqat bilan kutib o'tiribsiz bu yerda. Masalan, 'tmishingizda nima qilgan? Oyoq osti qilgan. Oyoq osti qilgan. Hozir o'zi ham balki oyoq osti bo'layotgan bo'lishi ham mumkin. Qatladardi. Qatta bo'lsa ham endi aqlinglardagi kishi o'zi ham oyoq osti bo'layotganligini bu yerda aytyapti. Kartlarimiz aytyapti, o'rtoqlar, lekin buni bildirmaydi. Sizlarga bildirmaydi. Masalan, mana seni oyoq osti qildim vaqtida yoki senga azob berdim vaqtida yoki senga vafodor bo'la olmadim. Sen menga sadoqatli bo'lding, men senga sadoqatli bo'la olmadim. Seni tashlab ketdim, seni tark etdim deb ayta olmaydi. Lekin kartlar ko'rsatyaptiki, hozir sizni aqlingizdagi inson, erkaklar, ba'zi erkaklar lekin aza tutyapti. Dishilini xo'rlaganligi uchun vaqti soatida. Lekin dishillar nima qilyapti? Dishillar kuchli, yanada kuchiga kuch qo'shilgan, kuchli bo'lgan, yana oyoqda turyapti, yiqilgani yo'q. O'zini mehnatini qilyapti, pulini topayotgan dishillar bor. Buni erkak o'sha gapirolmay qoldim o'rtoqlar. Yomon charchaganman o'zi, to'g'risini aytsam, zo'rg'a nima qildim, majburman endi bir amallab mana shuni o'tkazib olsak. Chunki ertalab soat 5 da turganman o'rtoqlar. Tavba qildim, astag'firulloh. 5 da ham turasanmi deydigan odam yo'qdi. Astag'firulloh, shunaqa uyqum kelyapti. Tavba. Gapirolmay qolyapman-da, o'shaning uchun aytyapman o'rtoqlar, bu nima gapirolmayapti deb yana nima qilmanglar, hayron qolmanglar. Gaplarim nima bo'lib ketishi ham mumkin. Aralash-quralash bo'lib ketishi mumkin o'rtoqlar. Aqlingizdagi kishini ko'zida dishillar judayam kuchli, judayam mehnatga o'zini urgan, pulini topyapti, ishlayotgan ayoldek ko'ryapti sizlarni, kuchli ayoldek ko'ryapti. Aslida sizlarni sevishini, judayam qattiq sevishini, yaxshi ko'rishini bu yerda aytyapti. Siz uni ko'zida sevgi bilan sizga qaraydi. Masalan, qaragan payti, masalan, dishiliga qaragan payti ko'zlarida balki sevgi uyg'onishi mumkin. O'ziga kelishi mumkin. Sevgi ko'zi bilan qarayapti aslida aqlingizdagi kishini. Lekin dishil ham, eril ham bir-birini ko'rsa aslida, masalan, dishil ham, eril ham bir-birini ko'rgan paytida sevgi uyg'onadi.
ko'zida. Shuni aytyapti. Balki uchrashganinglardan keyin yana sevgilar uyg'onishi ham mumkin. Masalan, o'lgan sevgingiz yana qaytadan tirilishi mumkin. Anchadan beri ko'rishmayotgan bo'lsanglar demoqchiman. Sevgi ko'zi bilan qarayapti, lekin o'zi juda ham xafaligini ko'rsatyapti. Ko'proq erkak kishilar qanaqadir juda ham xafa, qora plashni kiygan, bir qanaqadir qorong'u dunyoda qolib ketganligi. Ba'zi erkaklar qorong'u dunyoga kirib qolgan bo'lishinglar mumkin. Ehtiyot bo'linglar. Qorong'u dunyoga kirib qoldim. Yo'limni yo'qotdim, 3 ta narsamni yo'qotdim. Bo'ldi, hammasi tugadi deyotgan bo'lsanglar, xato ish qilasizlar, lekin orqada yana 2 ta shansingiz bor. 2 ta shansingizdan foydalanishingiz kerak. Balki dishilga borib sevgi izhor qilishingiz kerak. Haqiqiy tuyg'ularingizni ko'rsatishingiz kerak. Haqiqiy sevgingizni ochishingiz kerak. Yomon narsalar haqida o'ylashingiz kerak emas, sevgi haqida o'ylashingiz kerak. Ba'zi erkaklar pulni o'ylayapti. Qanaqadir pul o'ylayotgan erkaklar bor. Balki qarzli bo'lishi ham mumkin. Ba'zi bir erkaklarni dishilidan qarzli bo'lishi ham mumkin. Yoki qanaqa qilib o'sha pulni olib borib beraman yoki o'sha pulni olib borib bersam 3 ta narsamni yo'qotishim mumkin deb o'ylayotgan bo'lishinglar mumkin. Xato ish qilasizlar, chunki orqada yana shans bor deyapti. Agar mabodo dishildan pul olgan shunaqa erkaklar bo'lsa demoqchiman. Yoki yordam so'ramoqchi bo'lsam yana borib 3 ta narsamni yo'qotdim, menga yana pul berib tur demoqchimizda. Shunaqaga ham o'xshab kelyapti. Borsam yana menga yordam qiladimikan deyotgan erkaklar ham chiqaryapti. Erkak tomoqni astag'firullah. Tavba. Lekin hozir zamon teskari bo'lib ketgan o'rtoqlar. Juda ham ehtiyot bo'linglar. Sizlarga men aytgandek bitta kichkinagina podarkachani olib kelib aldab qo'yib, yana krupniy qilib chiqarib ketmasin. Chunki pul ham so'rayman ham deyapti deb aytdi. 3 ta narsamni yo'qotdim deb borsam, menga krupniy pul berib turadi deb o'ylayaptimi? Astag'firulloh. Aqlingizdagi kishi sizga bir zarar berish maqsadidami? Masalan, zarar berish maqsadida turibdimi? Farqi yo'q, erkaklarmi, dishinglarmi? Kimga niyat qilsanglar ham farqi yo'q, o'sha insonni ko'ramiz. Sizlarga zarar berish maqsadida turibdimi? Muhokama qilmoqchi bo'lyapti. Bir muhokama qilmoqchi bo'lyapti, bir sud bo'lishi kerak ham bo'lyapti. Qanaqadir kimnidir sudi ham bo'ladi menimcha. Aqlinglardagi kishi yoki aqlinglardagi kishi bilan oldin bir oila bo'lgan bo'lishinglar mumkin. Masalan, oilali inson bo'lgan bo'lishinglar mumkin. Keyin qanaqadir sudga bergan bo'lishinglar mumkin. Bir-biringlarni sudga bergan bo'lishinglar mumkin. Sud bo'lishni ham aytyapti. Ba'zi birlarni deyapman. Ba'zi birlarga o'zaro sud qilishni planida turibdi. Masalan, aqlingizdagi kishi keladi, sizni sud qiladi. San aybdorsan deydi. Ba'zi birlar oila ham chiqyapti-da. Oila bosqini. Oilali bo'lganlar ham bor aslida. Ko'proq qanaqadir dishillar kuchli bo'lib chiqyapti. Dishillar bir yoki aqlingizdagi kishini nimasini, adabini berib qo'ymoqchimiz. Astag'firullah. Ba'zi dishillar ham sud qilaman deyapti. Masalan, dishillar ham aytyaptiki,
mani yonimga kelsin deyapti. Mani deyapti bitta tarafim deyapti judayam ma'yus deyapti. Ko'ryapsizlarmi? Mani bitta tarafim judayam ma'yus, nежный, man judayam nima deydi? Bir tarafim oq bo'lsa deyapti. Masalan, bir tarafi oq bo'lishi ham mumkin. Ba'zi dishillarni malakdek bo'lishi mumkin. Masalan, nima deydi? Farishtadek bo'lishi mumkin. Yoki yumshoq so'z bo'lishi mumkin. Masalan, shirin so'z, yumshoq so'z. Masalan, erilga yaxshi taraflarni judayam ko'p ko'rsatgan. Ba'zi dishillar erilga yaxshi tarafini judayam ko'rsatgan. Yaxshi yuzini ko'rsatgan. Ko'ryapsizlarmi? Yaxshi yuzini ko'rsatgan. Endi deyapti, dishillar agar eril mani yonimga kelsa, endi sevgan yigitimi, erimi, endi farqi yo'q, kim eringizga eshityapsizmi, sevganingizgami farqi yo'q. O'sha aqlingizdagi insoningiz kelsa sizni yoningizga, dishillar, ayollar, qizlar nima deyapti? Mana deyapti, eng yomon tarafimni ko'rib qo'yasan. Endi astag'firulloh. Mani deyapti, mana bu sher tarafimni ko'rmabsan san hali deyapti. Mani bitta yuzim deyapti, bunaqa deyapti. Judayam strashniy deyapti, judayam qo'rqinchli deyapti. San buni ko'rsang deyapti. Ko'ryapsanmi deyapti. Nafrat bilan qarayman endi senga deyapti. Yoki nafrat bilan qaramoqchi yoki nimadirlarni oxirigacha olib boradigan qilmoqchi. Ba'zi dishillar oila hali qurmagan bo'lishi ham mumkin. Masalan, yo oila qurmadim, prosta oiladek bo'lib yashadik. Masalan, oiladek yashagan bo'lishinglar mumkin vaqt soatida. Bir ayrilib ketgan bo'lishinglar mumkin. Keyin yana endi uchrashuvlar bo'lsa deyapti, ba'zi dishillar endi uchrashuvlar bo'lsa deyapti. Agar san men bilan oila qursang, masalan, oxirigacha borsang, oila qursang, keyin san bilan uchrashaman, keyin san bilan ko'rishaman deyapti. Men deyapti, kuchli tarafimni ko'rsataman endi deyapti. Oldin judayam nima deydi? Yumshoq tarafini, sodda tarafini ko'rsatgan. Ba'zi dishillar oldin soddaroq bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Judayam sodda dishillar ham bor aslida. Xayolparast dishillar bor, xayol suradigan dishillar bor. Tuyg'ularning ichida sho'ng'ib yurgan dishillar bor. Chunki tuyg'u judayam ko'p chiqdi. Tuyg'u bilan, xayol bilan yashagan dishil bor. Faqatgina erilini o'sha yigitini yoki sevgan insonni, aqlidagi insonni xayolida faqatgina yashab yurgan. Agar mani yonimga kelsa deyapti, yumshoq tarafimni ko'rsatmayman. Men endi deyapti, kuchli tarafimni ko'rsatib, shartlarimni qo'yaman deyapti. Mani shartlarim bor deyapti. Men shartlarimni bajartirmasam deyapti, masalan, balki bu safar dishildan ba'zi erkaklar foydalanolmay qolishi mumkin. Masalan, ba'zi erkaklar borku bunaqa dishilidan, ayolidan ham farqi yo'q, dishilidan ham, ayolidan ham, sevgilisidan ham foydalanadigan erillar bor, erkaklar bor. Uni sevgisidan, dishilini sevgisidan ko'p foydalangan erillar bor, erkaklar bor. Masalan, bu eril tuyg'usini ko'rsatmaydi, sevgisini ko'rsatmaydi. Dishilli sevgisini nabarotiga dishilli sevgisidan foydalanadi. Dishilli tuyg'ularidan foydalangan erillar bor, erkaklar bor. Tushunyapsizlarmi? Foydalanib dishilli vaqt soatida balki kuchidan foydalandi ba'zi erkaklar, balki dishilli pulidan, krupniy pulidan foydalandi ba'zi erkaklar. Ba'zi erkaklar o'zini ayolini pulidan ham foydalangan erkaklar bor. Bu ochiq. Bu narsaga men 100% javob beraman. Shunaqa o'zini xotinidan
pul olib yurgan erkaklar bor kerak bo'lsa. Mana chiqaryapti. Pul uchun yashagan vaqtida yoki kelsa ham yana pul olaman deb kelmoqchi bo'ldi. Endi oldin sodda bo'lgan bu dishil. Masalan, ba'zi dishillar juda ham sodda bo'lgan. Pul so'rasa pul bergan. Ba'zi dishillar balki mashina ham olib bergandir erkakka. Ba'zi dishillar mashina ham olib bergan bo'lishi mumkin. Ba'zi dishillar uy olib bergan bo'lishi mumkin. Ba'zi dishillar qimmat narsalar podarka qilgan bo'lishi mumkin. Tavba astag'firulloh. Dishil nima deydi? Balki dishilni o'zi buni boqib yurgan bo'lishi ham mumkin. Masalan, ba'zi dishillar kuchli dishilni ko'rsatayotganligi uchun aytyapman o'rtoqlar. Dishil bu erildan ancha-muncha kuchli. Bu dishilni masalan puli ko'p, boy dishil bo'lishi mumkin. O'zini chunki pul topayotgan dishilni ko'rsatyapti mana. Juda ham krupniy pullar topadi bu dishil. Dishilni pulidan foydalangan erillar bo'lgan. Ba'zi erillar dishildan olgan narsalar, masalan, dishil bunga podarka bergan bo'lishi ham mumkin. Misolni aytaman, boyagidek mashina berdi yoki uy berdi. Bir podarkalar, qimmat podarkalar berdi. Buni ishlatib ham bo'ldi bu. Mana bu erkak. Endi bu podarkalarni yo'qotdimi yoki ishlatib yubordi yoki yeb ichib tugatib bo'ldi buni desak ham bo'ladi endi. Endi bo'lsa pulsiz och nahor bo'lib qolgan bo'lishi ham mumkin. Ko'chada. Men ichimdan shunaqa narsa kelyapti, gapirgim kelyapti o'rtoqlar, bilmayman, lekin men nimadirlar gapirib turibdi. Ba'zilar shunaqa bo'lib qo'ygan, ko'ryapsizlarmi, yerda o'tiribdi. Dishilni yoniga borsa, tiz cho'kib boradi. Dishilni oyog'iga tiz cho'kib boradi. Menga yana yordam ber, yana pul ber deydi. Dishil nima qiladi? Dishil aytayaptiki, ke deyapti. Ba'zi dishillar aytayapti, ke senga beraman pulni deyapti. Dishil bundoq chiqadi, bitta tarafini ko'rsatib chiqadi. Ko'ryapsizlarmi? Keyin sud qiladi buni. Erilni sud qiladi. Mani endi ujus tarafimni ko'rib qo'ygansan deydi. Tavba qildim, astag'firulloh. Qanaqadir sud qilmoqchi bo'lgan dishillarni ko'rsatyapti deb aytdi. Yoki ba'zi dishillar aytadi, shart qo'yishi ham mumkin. Masalan, ba'zi dishillar shart qo'yishi mumkin. Sen men bilan oxirigacha yashasang, keyin birga bo'lamiz deyishi mumkin ba'zi dishillar. Oxirigacha men bilan yashasang, qanaqadir erilli bir sudi ham bor. Qanaqadir o'zini bir problemasi bormi, sudi bo'lishi kerakmi? Nimadir borda. Yoki sudini bir sudmi bo'lishi kerakmi? Yo'q, qarzi bormi bir? Erilli bir qarzi ham bo'lishi mumkin. Masalan, nima deydi? Sudga oshgan qarzi bo'lishi mumkin. Dishildan kelib yordam so'ramoqchi bo'lgan erillar bor masalan. Sudga oshib ketadi, men uni pulini to'lamasam, qarzni pulini to'lamasam sudga oshadi deb aytib planlashtirib kelishi mumkin. Lekin действительно bir qarzi ham bo'lishi mumkin erilli deyapman erkakka. Ko'proq erkaklar chiqadi. Dishil kuchli ayol bo'lib chiqadi. Dishilda problema yo'q. Hamma problema erkakda. Erkak nimadir qilib qo'ygan. Tavba qildim. Eril yordam so'rab keladi, ya'ni yordam so'raydi dishilidan. Ko'proq dishillar qanaqadir zarar beraman deyapti. Eril erkak kishi zarar berolmaydi, masalan, dishiliga zarar berolmaydi, chunki dishildan qo'rqadi. Dishilga
zarar berishga kuchi ham yo'q, ko'rasizlarmi? Zarar berolmaydi, bu kuchsiz odam. O'zi yiqilib qolgan odam deyapti mana. Dishilga zarar bermaydi. Dishil bunga zarar berishi mumkin. Chunki ko'rasizlarmi? Arslon tarafini ko'rsatarkan, kuchini ko'rsatarkan. Eril zarar bermoqchi bo'lsa ham, masalan, erkaklar dishilga zarar bermoqchi bo'lsa ham, dishil kuchli chiqadi uni yonidan. Yoki qamatvorishi ham mumkin. Masalan, ba'zi dishillar bu erilni qamatvorishi ham mumkin. Balki dishilni o'zidan pul olgan bo'lishi mumkin. Krupniy, katta qarzli bo'lishi mumkin dishillar. Endi bo'lsa kelishga qo'rqyapti, quloqlarini yopyapti. Hozir borsam yana meni aybdor qiladi, yana mendan pulni so'raydi deb o'ylayapti. Yoki sudga bergan, ba'zi dishillar sudga ham bergan bo'lishi ham mumkin. Oxiri nima bo'larkan, oxiri? Masalan, jim dedik-ku, nima uchun jim dedik? O'sha jimligini nima deydi? Yoki jim bo'lib qolib ketadimi, yoki jimligini kesadimi? Yoki ochiladimi sizga kelib, masalan, dardi bo'lsa, yoki ko'rishadimi? Oxiri nima bo'larkan, ko'ramiz. Oxiri nima bo'ladi? Aytyaptiki, jimligimni kesaman deyapti. Masalan, hozir jim turibdi-ku. Sizga telefon qilmayapti yoki ko'rishmayapti. Lekin deyapti, u jimligimni kesaman deyapti. Masalan, yo'limni ochaman deyapti, yo'lga chiqaman deyapti. Ba'zi birlari nima deydi? Yo'lga chiqishini, siz bilan ko'rishish maqsadida kelishini aytyapti. Sizni yoningizga qaytish maqsadida. Sizdan ketgan inson sizga qaytish niyatida turganligini aytyapti. Yoki yo'lga chiqdi, o'sha yo'lga ham chiqib bo'lgan bo'lishi mumkin, yo'lda bo'lishi ham mumkin. Agar uzoq shaharda bo'lsa, yo'lga chiqayotgan bo'lishi mumkin sizlarning yoninglarga. Jimligini buzish uchun. Masalan, ovozini chiqarish uchun, siz bilan ko'rishish uchun. O'sha jimligini kesib, sizga nimadirlarni aytmoqchi bo'lishi mumkin yoki nimadirlarni gaplashib olmoqchi bo'lishi mumkin yoki siz bilan endi jimgina o'tirmasdan telefon qilib sizga nimadirlarni tushuntirmoqchi bo'lishi mumkin. Ba'zi paytda masalan mas'uliyatni bo'yniga olmayotgan bo'lishi mumkin. Endi aqli joyiga tushgan bo'lishi mumkin. Masalan, jimgina o'zi bilan o'zi ovora bo'lib o'tirgan-ku bu yerda. Mas'uliyatni olmasdan bo'yniga faqat o'zini o'ylagan, aqlidagi kishi bor. Vaqt soatida hamma narsani tashlab qo'ygan, mas'uliyatni bo'yniga olmagan, faqat o'tirgan, telefonda o'ynab o'tirgan, faqatgina o'zini o'ylagan. Endi aytyaptiki, bo'ldi bunaqa o'tirishni yig'ishtiraman, endi yo'lga chiqaman deyapti. Endi yo'lga chiqaman deyapti. Aqlingizdagi kishi. Ba'zi dishillar bo'lsa, ba'zi dishillar ham yo'lga chiqyapti. Uchrashuvga, ko'rishishga. Sizdan ketgan inson qaytyapti aslida. Sizlarga qaytish niyatida turibdi. Uchrashuvlar bo'ladi o'rtoqlar, jimligini buzadi bu odam. Yoki dishil yoki eril, kimga eshitgan bo'lsanglar ham, sizlar bilan ko'rishish maqsadi bor aslida. Ko'rishib, gaplashib olmoqchi bo'lyapti, jimligini buzmoqchi bo'lyapti.
Endi jim o'tirmayman deyapti. Endi jimgina bunaqa mas'uliyatni bo'ynimga olmasdan o'tirmayman, harakatga kechaman deyapti. Endi harakat qilaman deyapti. Bo'lmasam dishilim deyapti, ketib qolyapti deyapti. Mendan uzoqlashib ketyapti deyapti. Agar men harakat qilmasam deyapti ba'zi erillar. Chunki erillar harakatga kechadi, dishillar ketmoqchi bo'lib turibdi, erildan voz kechmoqchi bo'lib turibdi. Ba'zi erillar harakatga kechib dishilini qaytarmoqchi bo'lyapti. Jimligini buzmoqchi bo'lyapti. Sizlar bilan oxirigacha borish niyatida, maqsadida turibdi. Oxirigacha bormoqchi. Nimadirlarni oxirigacha sizlarga tushuntirmoqchi. Erillar bor, erkaklar bor. Oxiri yaxshilik bilan tugaydi deb o'ylayman, chunki ko'rishishlar, uchrashuvlar bo'ladi deyapti. Yo'lga chiqayotgan dishilam bor, erilam bor uchrashuvga. Chunki uchrashuv bo'ladi, tepada ham ko'rsatdi-yu. Qadahlar ko'tariladi, uchrashuvlar bo'ladi. Balki eril krupniy, boya aytgandek, krupniy pul topgan bo'lsa, krupniy qismatlarni qo'lga kiritgan bo'lsa, balki sizdan haqiqatdan ham vaqt soatida pul olgan bo'lsa, chunki pul ham turibdi, u pullarni olib kelib bermoqchi bo'lishi mumkin. Masalan, krupniy pulingizni oldimi, olib kelib berish maqsadiga yo'lga chiqqanligini ham aytyapti. Balki aqli joyiga kelgan bo'lishi mumkin. Endi sizlarsiz qiynalganidan, sizlarsiz balki yasholmagan bo'lishi mumkin. Masalan, ba'zi erillar dishilsiz yasholmayapti. Dishilisiz, o'zini dishili, chunki o'zini dishili qanaqadir ruh egizaklar bo'lgan bo'lishi mumkin. Ruhi vaqtida ruhi to'g'ri kelgan bo'lishi mumkin bir-biriga. Dishilli ham, erilli ham. Ko'rasizlarmi? Agar ruhlar bir-biriga to'g'ri kelsa o'rtoqlar. Masalan, erilli ruhi sizga to'g'ri keldi. Masalan, ruhingiz bilan tanish bo'lishi mumkin yoki ruhga to'g'ri kelgan bo'lishi mumkin. Balki vujudga to'g'ri kelgan bo'lishi mumkin. Terisi to'g'ri kelgan bo'lishi mumkin yoki ikkalinglar bir-biringlarni shifolantirgan bo'lishinglar ham mumkin vaqtida. Chunki dishilam erildan shifo olgan vaqt soatida. Eril dishildan ham shifo olgan ekan. O'shanda ruhiga to'g'ri keladi o'rtoqlar. Masalan, bir-biriga shifo berib turgan ruhlar bo'lsanglar, ruhinglar o'shanda to'g'ri kelgan bo'lishi mumkin. Chunki sizlarsiz yasholmayapti. Ba'zi erillar dishilisiz yasholmaydi, yo'lga chiqadi, ko'rishadi, hammasini tushuntiradi. Sizlar bilan oxirigacha borish planida keladi, kelsa ham. Shuni planlashtiryapti. Oxiri yaxshilik bilan tugashini ko'rsatyapti, lekin ba'zi dishillar qabul qilmasligi mumkin. Ba'zi birlar, hammasi emas endi. Ba'zi bir dishillar mas'uliyatni bo'yniga olmasligi mumkin. Masalan, e'tiborsiz bo'lib qolishi mumkin eril kelganida. Ba'zi dishillarni aytyapman. Eril kelganida, masalan, yigitingiz kelganida yoki eringiz kelganida dishil shu holatda bo'lib qolishi mumkin. Bu safar dishillar mas'uliyatni bo'yniga olmasligi mumkin. E'tibor qilmasligi mumkin. Agar men desanglar endi sizlar erilimni juda ham qattiq sevaman desanglar, sevaman desanglar, yaxshi ko'raman desanglar, bunaqa yotmanglar. Agar bunaqa yotsanglar, yana urushib qolishinglar mumkin, yana aytishinglar mumkin, yana ayrilishinglarga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Chunki ba'zi dishillar yalqovlik ham qilishi mumkin. Masalan, e'tiborsiz, erili kelgan paytda masalan o'sha balki eringiz bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Endi hali ajrashmagan bo'lishinglar mumkin, balki urushib qolgan bo'lishinglar mumkin. Kelsa, siz bunaqa yotsangiz, yana urush bo'lishi mumkin. Ko'rasizlarmi? Mas'uliyatni bo'yninglarga olsanglar, juda ham oxirigacha boradigan hayot kechirasizlar. Dishillar mas'uliyatni bo'yniga olmasdan, hammasidan dishilam voz kechaman deb ketyapti aslida. Ko'rasizlarmi? Dishilni ustida bir negativ narsasi bo'lishi ham mumkin. Negativ narsalarni bir tozalatinglar yoki
действительно bir ritual olasizlarmi, shifoga ochasizlarmi? Shu yerdayam qiz shifoga ochayotgan qizni ko'rsatyapti. Qo'lida sham bor, ko'rasizlarmi? Yoki ritual olishinglarga to'g'ri keladi. Masalan, hech narsa yoqmayapti, hammasidan voz kechaman deyotgan dishinglar bor. Yoki voz kechib bo'ldi ba'zi dishinglar. O'zini erilidan, erkagidan, sevgan insonidan yoki eridan voz kechib ham ketib ham bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin sizlarning aqlinglardagi kishi yo'lga chiqqanligini ko'rsatdi. Aqlinglardagi kishi sizlar bilan oxirigacha borish niyatida keladi o'rtoqlar. Hammaga tushunarli bo'ldi menimcha. Jimligini buzadi. Masalan, jim bo'lmaydi, endi harakatga kechadi. Jim bo'lgan odam harakatga ketishini ko'rsatdi. Chunki sizni qismatingiz bo'lishi ham mumkin, aqlingizdagi kishi. O'rtoqlar, like berishni, obuna bo'lishni unutmanglar. Like bergan o'rtoqlarimizga niyat qilib ochildi. Obunachilarimizga niyat qilib ochildi. O'zingizga alohida tarot folidan qaratmoqchi bo'lsanglar, karta folidan qaratmoqchi bo'lsanglar, o'rtoqlar, kartadan yozinglar. WhatsAppdan yozasizlar. Masalan, kartadan qaratmoqchimisiz? Menga karta foli ochirim qildirmoqchiman deylar. Ochirim qildirmoqchiman deylar. Aqlingizdagi kishini nimasini o'rganmoqchi bo'lsanglar, o'shani WhatsAppdan yozinglar yoki ovozli xabar qilib menga tashlab qo'ysangiz, o'sha yerda men sizga bo'shashim bilan srazi chiqaman. Chunki ba'zan juda ham ish ko'p bo'ladi. Srazi ответ qaytara olmay qolishim mumkin. Srazi javob qaytara olmay qolishim mumkin. Chunki ishim ko'payib ketgan paytda srazi javob qaytara olmay qolaman. Kutib turishinglarga to'g'ri keladi. Kutib turishinglarga to'g'ri keladi. Lekin ha deb telefon qilishinglar shart emas. Faqatgina ovozli xabar qilib qoldirsangiz yoki yozib qoldirsanglar ham bo'ladi. Nima bo'yicha qaratmoqchiligingizni yozib qoldiringlar o'rtoqlar. WhatsApp, Telegramdan. Telegramingiz bo'lsa Telegramdan, WhatsApp bo'lsa WhatsAppdan bittasidan yozinglar. Iltimos. WhatsApp bo'lsa WhatsAppdan yozmanglar. WhatsAppingiz bo'lsa Telegramdan yozib o'tirmang demoqchiman. Agar Telegramingiz bo'lsa Telegramdan yozing. WhatsApp shart emas demoqchiman. Chunki bir xilgilari WhatsAppdan ham bitta odam yozadi, Telegramdan ham bitta odam yozadi. Kasha bo'lib ketadi. O'shaning uchun bitta Telegram bo'lsa Telegram yoki WhatsApp bo'ldi. Голосовой qilib ovozingizni tashlab qo'ysangiz ham bo'ladi. Ответ qaytaraman o'sha yerda ham. Голосовой qilib bo'lsa ham. Agar narxini tushunmasanglar, iltimos lechniy gap yozmasdan, agar sizga qimmatli bo'layotgan bo'lsa, masalan, qimmatli qilayotgan bo'lsa o'sha narxlar, aslida o'z narxi qimmat emas, balki sizlar qimmat deb o'ylayotgan bo'lishinglar ham mumkin ba'zi birlari, chunki hisob kitobni bilmaydigan ba'zi bir o'rtoqlarimiz oramizda bor. Hisob kitobni tushunishmaydi, bilishmaydi, keyin narxi qimmat ekan deb o'ylaydi. So'ringlar, mendan so'ringlar, narxini tushunmasanglar o'rtoqlar. Голосовой qilib tashlaydi, siz голосовой qilib narxini tashlayman, o'sha yerda aytaman ovozli xabar qilib. Sizlar nima bo'yicha qaratmoqchisiz, nima deb ochirim qildirmoqchisiz, aqlingizdagi kishiga uni yozishingiz kerak. Tushuntirib yozinglar. Faqat salom bilan ish bitmaydi. Tushuntirib yozsanglar, ответ qaytaraman. Ritual olmoqchi bo'lsanglar, aqlingizdagi kishini qaytarish uchun, sevgi chaqirish uchun. O'rtoqlar, faqatgina bizada rituallarimiz musulmon rituallar bor, unaqa xristian rituallar yo'q menda, shuni ham aytib qo'yay. Bizaniki musulmoncha ritual, duolar bilan, zikrlar bilan, suralar bilan aqlingizdagi insonni qaytarishimiz mumkin duolar bilan. Lekin xristianlik unaqa sehr qilib yoki sovutish unaqa narsa yo'q. Duoda Alloh ismlari zikr etayotganda sehr ishlatilmaydi. Allohdan so'raladi u narsa. Men Allohdan so'rab
chaqiraman o'rtoqlar. Unaqa sehr qilib chaqirmayman, shuni ham aytib qo'yay. Chunki bir xilgilari aqli yetib o'sha narsaga bormaganlari endi o'ylaydi sehr qilyapti deb o'ylaydi. Bu sehrga kirmaydi. Mani ishim sehr emas. Mani ishim Xudodan so'rash, Allohdan so'rash. Tushundinglarmi? U sehrga kirmaydi, shuni ham aytib qo'yay. Unaqa sovutish, unaqa isitish, sehrlash, unaqa narsalar yo'q manda. Bizada musulmoncha. Bizada sehr ishlatilmaydi. Allohning ismlarini aytayotgan paytingizda siz Allohga murojaat qilyapsiz. Allohdan yordam qilyapsiz. Sehr ishlatmayapsiz u yerda. Shuni bilib olinglar. Endi bir xilgilar o'ylayapti-da, shunaqa sehr qilyapti deb o'ylayapti. Men hayotimda unaqa sehr qilmayman ham, qilmaganman ham. Astag'firulloh deyman. Biza musulmonmiz, bizada sehr ishlatilmaydi. To'g'ri kelmaydi bizaga. Sehr yomon narsa o'zi aslida. Sehr bizaga tushmaydi, o'rtoqlar. Sehrsiz Allohdan so'rab chaqirishimiz mumkin aqlingizdagi kishini. Allohdan so'rab, sehrsiz. Bizada Allohdan so'ralish bor. Sehr ishlatilmaydi. Agar ustingizda bir negativ narsalar bo'lsa, masalan, ko'z, sehr, jodu bo'lsa, uni tozalash bor. Ularni agar tozalatmoqchi bo'lsangiz, uni ham ritual. Nomini ritual deb nom qo'yganman o'rtoqlar. Endi ritual degani o'sha ishlamni aytyapmiz, o'sha tozalashi. Bir sehr jodu bo'lsa ustingizda, sehr joduni tozalashi ritual deydi, nomi ritual. Sevgi chaqirishi nomi ham ritual. Ishlamlar bular. Agar shunaqa ishlamlar olmoqchi bo'lsanglar, ritual olmoqchiman yoki qaytarmoqchiman yoki aqlimdagi insonni o'zimga qaytarmoqchiman deb aytasizlar. Qaytarish rituali. Sevgi chaqirish rituali. Agar sehr jodu bor ustimda, sehr joduni tozalataman desanglar, sehr joduni tozalataman, magicheskiy qora sehrlar bor desanglar, magiya bor desanglar, tozalov olmoqchiman deysizlar. Sehr joduni tozalatmoqchiman deysizlar. Agar ish yo'lingizni ochtirmoqchi bo'lsangiz, ish yo'llarini ochtirmoqchiman deysizlar. Sizga o'zingizga alohida otingizga ritual qilinadi, to'lov qilsanglar qilinadi, o'rtoqlar. To'lov qilasizlar, как положено to'lovini qilasizlar. Sizga alohida o'qiladi u narsa, alohida telefoningizga o'sha WhatsApp bo'lsa WhatsAppdan, Telegram bo'lsa Telegramdan video qilib tayyorlab o'zingizga tashlab beramiz, o'zingiz eshitasiz. Onlayndan ko'riladi, lekin adres berilmaydi. Mendan adres so'rab o'tirmanglar, bekorga vaqtinglarni ketkazasizlar, chunki menda adres yo'q. Bizada telefon orqali, onlayn orqali ko'riladi. Onlayndan srazi sizga video qilib tashlanadi. Menimcha hammaga tushunarli bo'ldi o'rtoqlar. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Agar WhatsApp, Telegram nomerimni yozib olsanglar ham bo'ladi, lekin kommentariyada ham постоянный nomerim bor. Ba'zi birlar yozib olsa ham bo'laveradi. 91 316 10 50 WhatsApp, Telegram nomerim. Profilni ichida ham постоянный nomerim o'zi o'sha yerda turibdi. O'sha yerdan ham foydalansanglar bo'ladi, o'rtoqlar. To'lovlar qilinishi kerak bo'ladi. Oldindan to'lov qilasizlar, keyin boshlaymiz. Tarot fol qaratmoqchi bo'lsangiz, tarot fol qarataman deng. Qahva fol qaratmoqchi bo'lsangiz, qahva fol, ritual olmoqchi bo'lsangiz, ritual deb murojaat qilinglar bizga o'rtoqlar. Faqat salom deb qo'ymanglar. Shuni ham aytib qo'ying. Ba'zi bir o'rtoqlarimizga. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Allohga omonat bo'linglar. Yana ko'rishguncha.